Yangi robotchidan bugun sotuvimizda Damas. Moshimiz holatchasi akkuratni chotki tutabdi. Moshimiz yil komsa 2020-yil. Yurgan masofasini so'rabsizmi? Atigi 115 ming. Moshimiz holatchasi akkuratni chotki turibdi. Kraskasiga kelkomsak, kraskasi yo'q ekan. Yana o'zlaringiz uchun ko'rib bilib tekshirib olaverasizlar. Bitta salon qismlarini ham ko'rsatsangiz, salonlari chotki akkuratni turibdi. Dehqon akamiz aydagan ekan, o'zlari uchun qilingan, mana barlar, magnitofon, hamma narsa qo'yilgan. Moshimiz holatchalari zo'r. O'sha siz bilgan metan gaz ballonlarda turgan ekan. Вообще udar turibdi. Moshimizni bitta ikkita joyda vakuumlik ishi bor ekan. Qolgan joyda umuman xarajati yo'qdi debdilar. Motori, xadavoyi, zadniy mos hech qanaqa bir gram ishi yo'qdi. Yana buni nima kerak sizlarga? Siz obuna bo'ling, men siz hozir buni narxini aytaman. Hujjatga kelayotsak, hujjatlarda hech qanday muammosi yo'qdi. Balon qismiga kelayotsak, 4 ta yumshoq balon taqilgan ekan, yaqinda taqdim dedilar. Ha, bilasizlar, Samarqandliklar Damasida Kalmetal diska bo'lmasa, Damas emas. Narxini so'rabsizmi? Narxi atiga $4950. Yana akam ko'ngillari qo'l solib ko'ring, bir nima o'tsalar o'tadilar. Biza o'zi 5000-6000 dan kelganda $4950 siz uchun tushirib qo'ydik. Yangi robotchi obuna bo'ling. Obuna bo'lmabsizmi? Obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham zo'rlarni siz uchun oqtarib topyapman. Kommentariy yozib keting, qanaqa mashina kerak sizga?